Sizga o'zgaryapti. Qabul Burgut 4-2 harakatlanish cheklanilsin. Aka, hozirgi vazifa nimadan iborat? Shartli dushmanni izlab topish va yo'q qilish. Aka, bu yerda o'sha shartli dushmanlar harakatlangan qayerdan bilyapsiz? Suv zaxirasi, vaqtincha qarorgoh izlari kabi o'zlaridan bir nechta izlar qoldirgan, unga ko'ra dushman shu tomonga harakatlangan. Yo'nalish to'liq kuzatuvda. Yo'l toza. Qabul harakatni boshlaymiz. Muqoblanib harakatlanish rejimida ishlaymiz. Dushman aniqlandi. Aka, nima bo'ldi, topdingmi? Aka, dushman obyektini topdik. Endi menga xalaqit bermang. Xo'p. Obyekt to'xtadi. Bo'ron 2 kuzatuv yo'nalishi sizga o'zgaryapti. Qabul Burgut 4-2 harakatlanish cheklanilsin. Hujum nuqtasi 994216. Kuzatuv yo'nalishi o'zgardi. Bo'ron 2 harakatlanish mumkin. Men Bo'ron 25 9942 16 nuqtani egalladim. Ko'rinish aniq. Burgut 4-2 tayyor.